Assalomu alaykum do'stlar va tadbirkor bo'lishni niyat qilgan va uni kengaytirmoqchi bo'lgan yurtdoshlar. Bugun sizlarga juda samarali va foydali stanokni, uskunani tanishtiraman. Bu uskunamiz bilan siz ham ko'mir briketi, ham xom g'isht, ya'ni 37 ga 27, qalinligi 8 santimetrda bo'lgan g'isht chiqara olasiz. Ya'ni bitta uskuna orqali ikki xil mahsulot, ikki xil biznesni bir vaqtning o'zida yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Eng qizig'i, bu stanokni o'zimiz mahalliy sharoitda tajriba va amaliyot asosida ishlab chiqarganmiz. Keling stanokni yaqindan ko'rib chiqamiz. Stanokning umumiy ko'rinishi press lenta 8 metr va meshalka shetlari bor. Bu asosiy preslaydigan qismi. Bu yerda hozir 24 dona ko'mir briketi uchun qoliplar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Listlari qalin 12 millimetrlik listlar, juda ham baquvvat. Yon devorlari 2,5 santimetr. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi bolt gaykaga. Qoliplarni almashtirish oson, juda ham bolt gayka yechib, xohlasangiz boya aytgandek xom g'isht, xohlasangiz ko'mir briketi ishlab chiqarsa bo'ladi. Pastki qismlari qalin jislar, 5 santimetrlik mana bu briketni ko'taradigan nimasi. Hammasi bolt gaykaga qilingan. Yon tomondan ko'rinishlari, mana qoliplar hammasi bolt gayka, tepalari bolt gayka qilingan. Xo'sh, mana bu stanogimizning asosiy yurak qismi hisoblanadi. Bu 120 litrlik bak qo'yilgan. 22 kilovatli motor va ikkita insho nasos, 100 lik va 50 lik insho nasoslari qo'yilgan. Rasporeditelimiz 3 ta seksiyalik. Birinchisi bu pressni bosib tushiradi, asosiy nimasi. Bu pastki briketni, g'ishtni tepaga chiqarib beradi. Bu esa zagruzka qilib, mana bu ichkaridan qolipni nimasiga to'ldirib, surilib keladi bu tomonga. Xo'p, keyin radiator qo'yilgan, chunki hozir bizga ikki xil katta yog' nasoslari qo'yilgani uchun yog' qizib ketmasligini oldini olish maqsadida ham o'sha radiator bochkaning ichiga suvga tiqib qo'yilgan. Bu yerda esa katta shetimiz. Shetimizni ochib ko'rsatamiz. Puskatellari, faza zashita, nagruzkani zashita qiladigan, nagruzka oshib ketsa mana bu ligrovka qilinadi hammasi. Keyin zamikaniyaga qarshi juda ham mukammal ishlangan. Lentamiz 8 metrlik, o'zini alohida reduktori, motori bor, 1,5 kilovatlik. Bu yerda esa bizni meshalkamiz, qorib ko'mir briketni yoki tuproqni qoriydigan meshalkamiz. Buni ham stenkalarini ko'rishingiz mumkin, juda ham qalin, 12 lik turba, katta turbadan qilingan. Bu stanogimizning ishlash vaqti bir sikl, ya'ni o'sha lentadan meshalkamiz lentaga tushadi. Lentadan kelib bunkerimizga tushgandan keyin bunkerdan ham bu yerda zagruzka qilib, press qilib chiqarib berishi 15-20 soniyani tashkil qiladi. Endi o'zlaringiz hisoblab olasizlar. Bitta briket 1,5 kilo chiqadi, bitta donasi. Uni balandligini ham xohlasangiz baland, xohlasangiz past qilsa bo'ladi. Hozir bu yerda 8 santimetrga 8 santimetr kvadrat kubikcha qilib yasalgan. Balandligini esa tagidan shayba qo'yish, ichidan qolipni ichiga shayba qo'yiladi. Xohlasalaring 10, 8, 6 qilib chiqarsa bo'ladi. Hozirgi turishida 5,5-6 santimetrlik qilib chiqariladigan qilib qo'yilgan. O'sha yarim kilo bittasi chiqadi. Bu 24 dona 15-20 sekundda chiqadi. Endi o'zlaringiz hisoblab olishlaringiz mumkin. Xo'p, radiator qismimizda yana bitta afzalligi. Bu yerda hozir ko'rishingiz mumkin. Bu aytgandek bakning ichiga trubkalik radiator bor yana bitta. Mana bu sirkulyatsioniy nasos orqali suv ichiga kirib, yog'ni sovutib va tepadan chiqadi mana bu nimasidan. Keyin bu yerda suv doimo iliq holatda bo'ladi. Qish kunlari masalan suv muzlab qolsa, undan muammo bo'lmaydi, chunki hozir mana pastida ham shimji nasos qo'yilgan. Bu nasos filtr orqali ham bu yerda shlanka ulanib, meshalkaga olib borib
bitta mana shu kulchatirni bosgandan, svet kulchatirini bosgandan bu yerdan suv chiqadi. Mana bu nimalar ichidan. Suv purkaydigan nimalarimizdan suv chiqadi. Xo'sh, qoliplarimiz almashtirish juda ham oson. Boya aytganimdek, hammasi boltga olingan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bular yechiladi hammasi boltga. Bular olib tashlanib, o'rtada mana bitta перегородка qoladi. Bitta, ikkita, o'sha 37 ga 27, 8 qalinlikdagi razmerdagi g'ishtdan 2 dona. Bu mana bu breketni nimasi olib tashlanadi, flanson deyiladi bu. Boltlar yechiladi hammasida, keyin mana bu ikkita bosadigan nimasi qoladi. Xo'p. Qoliplar tez almashadigan tarzda ishlangan. Bir qolipda g'isht, ikkinchisida esa briket. Demak, sizda ikki xil mahsulot uchun alohida stanoklar kerak emas. Barchasi bitta uskunada. O'sha ko'mir xolkani yaxshilab aralashtirib, lenta orqali bunkerga joylanadi. Press 80 tonna bosim ostida briket shakl oladi. Qattiq, mustahkam va bir xil 24 dona bir bosganda. Natijasi chiroyli, tiniq shakldagi ko'mir briketlar. Bu briketning yonish darajasi yuqori, issiqligi kuchli va eng muhimi uzoq vaqt davomida yonadigan briketlar bo'ladi. Hurmatli do'stlar, bu stanogimizni, uskunamizni asosiy afzalliklarini sanab o'taman. Birinchidan, bu universallik, ikki xil mahsulotni bittada ishlab chiqaradi. Ikkinchidan, ishonchli konstruksiya, mexanik qismlari qattiq va qalin metallardan tayyorlangan, uzoq yil xizmat qiladi. Uchinchidan, bu o'z qo'lingiz bilan biznes boshlash imkoniyati. Xohlasangiz g'isht ishlab chiqarib, qurilishda sotishingiz mumkin. Xohlasangiz briket. Bu degani bir xil stanok, ikki xil daromad manbai. Endi stanogimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda ham hamyonbop. Bor yo'g'i 80 million so'm. Biz xaridorlarga to'liq xizmat ko'rsatamiz. Stanogni yetkazib berish, o'rnatish va ishga tushirish, xomashyo tayyorlash bo'yicha maslahat beramiz. Sinov ishlab chiqarish borasida maslahat berib boramiz. Hurmatli do'stlar, bu stanok haqiqiy imkoniyat. Agar siz o'z ishingizni boshlamoqchi bo'lsangiz yoki mavjud ishingizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, aynan shu uskuna sizga mos. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida joylashgan.